Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli markazida Respublika bolalar milliy markazi bilan hamkorlikda bir qator murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarilib bolalarning sog'ligi tiklanmoqda. Yaqin kelajakda markazda bolalar neyrojarrohlik bo'limini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bu esa bolalarda bosh miya kasalliklarini viloyat darajasida davolash imkonini yaratadi. Buxoro viloyatida bolalarda ilk marotaba neyrofiziologik yuqori texnologik operatsiya amalga oshirildi. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ushbu ilg'or texnologiya qo'llangan ilk operatsiya markaziy asab tizimi tug'ma nuqsoni bilan tug'ilgan 7 oylik chaqaloqda bajarildi. Ilgari bunday operatsiyalar respublika darajasidagi sanoqligina ixtisoslashgan markazlarda amalga oshirilar edi. Endilikda bunday jarrohlik amaliyotlarini viloyat darajasida amalga oshirish uchun ilk poydevor qo'yildi. Ushbu operatsiya Respublika bolalar milliy markazi neyroxirurg va neyrofiziologlar ishtirokida amalga oshirildi. Kelgusida bizning rejalarimiz mana shu milliy markaz bilan birgalikda regional bolalar neyroxirurgiya markazini tashkil qilish hisoblanadi. Mana shu yo'nalishda biz ish olib boryapmiz. Respublika bolalar milliy markazida bir necha yillardan buyon gematologik bolalarga suyak o'zagini ko'chirib o'tkazish amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mazkur yo'nalishda ishlayotgan markazning onkolog va gematolog vrachlari bolalar kasalxonasiga tashrif buyurib, 10 yoshgacha bo'lgan talassemiya bilan kasallangan bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda va suyak o'zagini ko'chirib o'tkazishga ko'rsatmasi bor bolalarni tanlab olishdi. Bu bemorlarga qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilgandan keyin bolalar milliy markazida suyak ko'migi transplantatsiyasi amalga oshiriladi. Mana shunga muhtoj bo'lgan bolalarni olib borib suyak ko'migini ko'chirish amaliyotini amalga oshirish asosiy maqsadlardan biri. Mana bugun tibbiy ko'rik o'tkazib, bular kasallarni tanlab olishdi va bepul budjet hisobidan mana bu bolalarimiz Respublika bolalar milliy tibbiyot markaziga borib suyak ko'migini ko'chirish amaliyoti amalga oshiriladi. Bundan tashqari mutaxassislar tomonidan onkologik va gematologik bemorlar ko'rilib, zarur tavsiyalar berildi. Respublika bolalar milliy markazi bilan tuzilgan memorandum doirasida viloyat ko'p tarmoqli bolalar markazida mazkur hamkorlik ishlari davom ettirilmoqda.